Bo'ldi obunachilar, bugun sizlar bilan birgalikda o'sha Hacker va biz horrorga qaytdik. Bashariy qanday? Yo'q. Ha, xola, nima gap? Stop. Ana yurdimmi? What the fuck? Bir ko'rinishidan odam qo'rqib ketadi-yu. Qaranglar, tumma hammacha. Va qanaqadir bema'ni joylar. Okey, bo'ldi. Bizdan juda ko'p horror modlar kutib turibdi oldimizda. What the fuck? Mana boshlandi o'sha. Birinchisi boshlandi. Mana bu g'alati ko'zlar basharingga. Obunachilar, biz bu yerda tirik qolishimiz kerak. Xo'sh, unda biz rivojlanishni boshlasak, bizga birinchi o'rinda daraxt kerak. Mana bunaqa binafsha daraxtlar kerak emas. Umuman, xo'p, o'zimizda oddiy daraxtlar kerak. O, mana bu yerda shaxta ham bor ekan. Kakras, mana shu yerdan rivojlana olsak bo'ladi. Mayli, necho shunaqa daraxtdan ham olaveramiz. Bo'ldi, men hozirdan cho'chib ketaman. Bizani bugun yana nimalar kutib turibdi. Va bu safar bizada qurol yo'q. Oldin yaxshiroq edi, qurolimiz bor edi. Uncha qo'rqmas edik. Okey, hozircha hech kim yo'q. Berstak, let's go. Nima bu? O't ekan. Bola o'tdan ham qo'rqib qoldi odam. What the fuck? Mana shu yerdan tosh qazib ketamiz. Kirka, let's go. Tezlash. Biz toshga ega bo'ldik. Endi toshlik kirka. Hozircha hayot yaxshi. Hayotda umuman nolish yo'q. Prosta qanaqadir g'alati tovushlar kelyapti va tuman. Nolmaymiz. Undan 8 qo'yaman hozircha. Hayotimga endi bizda bitta pores olamiz. Mana bu tepada ko'z nima ekan, ha? Odam cho'chib ketyapti hamma narsada. Zrobda fakillar solaman mana bu ko'mirdan. Fakilni ikkinchi qo'lga olib olib. Xo'p, bizani hali Herobrine ham kutib turibdi. Bo'la, Herobrine ko'rdim men kirishdan oldin. Va g'alati hayvonlar. Bo'la, juda qo'rqib ketyapman men. Mana bu yerda ham ko'mir bor ekan. What the fuck? G'alati ovozlar kelyapti bo'la. Halitdan. Ishlayapsizlarmi sizlar ham? Hozircha hammasi yaxshi. Xo'p, versagimizni olib ketamiz. Va endi go sayohatga. Bu yerda sayohatni ham bilmaydi odam nima qilishdi. Astigili bilan sal ochiqroq joy topishga harakat qilamiz bo'la. Bu yerda o'sha daraxtning orqasidan nimadir qarab tursa odam cho'chib ketaveradi. Shuncha ochiqroq joy izlaymiz a. O, ovqat qo'rqib ketdim mana ham ko'rib. Hozircha hammasi yaxshi. Okey. Ochiqroq joy. Prosta ochiqroq joy izlayman men. Bratchika orqadan o'zimni o'zim o'ldirayaptimi? What the fuck, ko'rdinglarmi? Jitil katta og'zi ochiq jitil qarab turibdi. Yurib kelyapti meni oldimga. Yo'qqa borish xato. Ana yo'qqa kech bo'lyapti bola. Biz qo'y topishimiz kerak. Hali qilayotgan ishimiz juda ko'p. Kechga men yurgim kelmayapti. Men tezroq uxlab ertaroq yurgim kelyapti bu yerda. Ana bu yerda qanaqadir joy topdim. O'sha yerga boramiz. Asta tushib olsak. Let's go. Menimcha yaxshi joyga o'xshayapti. Qaranglar, bizga ovqat, ana bu yerda ham ko'mir bor ekan. Bizga ovqat kerak. Let's go. Yippee! Uchib qoldi meni fakili. What the fuck? Qotdi. Qasam tegmaylar, qottirib. Biz olamiz. Go o'sha yorug'lik tomonga boramiz. Ozgina taxt olib ketay. Okay. What the fuck? Men yaxshiroq joy izlayotdi. Odamni qo'virgan-ku yo'qda. Men necha boraylikcha ovqat bo'ldi. Bratchika. Men fakilim ham uchib qoldi-da. Yordam beraverdim. Yesa bo'lmaydimi buni? Xatyabi. Odam qorni och qoldi, endi nima deysizlar? Necha. Ochiqroq joy topishimiz kerak. Bo'lmasam kech bo'lganda biz yana o'lib ketishimiz ham mumkin. Teparoq chiqib olay. Tepada hech kim qarab o'tirmagan ekan o'zi bizda ya. Let's go. Biz уже tepaga chiqdik. Bu yerda nimalar bor? Yo, ovqat kerak, ovqat. Qo'y kerak, bolalar, qo'y. Let's go. Let's go. Nima ikkita qo'y? Nima mana nika? Bitta o'q chiqsa bo'laydi-ku yana. Basharali ayo. Bitta o'q qo'y. Wow, ochiq joy topdim, yaxshi. Mana shu yerda biz o'zimiz baza qura olishimiz kerak. Ochiqroq joy ekan. Let's go. Let's fucking go. Uxlashimiz ham mumkin endi biza. Okay. Tezda yotoqxona qo'yib biza bosib olishimiz kerak. Bo'lmasa o'lib qolsa yana boshdan boshlaymiz. Nimaga hamma joy to'qib ketyapti? Nima mana? Nima bo'ladi? Mana ana yerda nima ko'rganday bo'ldi. Ko'zimga har xil narsa ko'rinib ketaveryapti. Asam demayli, basharali shapaloq urayoraman. Tezroq bitta yotoqxona yasashimiz kerak. Bosib qo'ymasam yana boshdan boshlashga to'g'ri keladi. Bosdik. Bo'ldi, bizning tug'ilish joyimiz endi shu yerda. Ana yerda nimadir bor. Va mana bular nima? Menda savollar juda ko'p. Qanaqadir predmet struktura. Bu qabr bo'ldi mana. Da, qabr ichini ochish kerak qabr bo'lsa. Wow. Ko'rdinglarmi ochilishini qabrda? Yaxshi. Uncha kerak narsalar bor ekani, ozgina lekin chidasa bo'ladi. Zato borga shukr qilish kerak va bazachani quraverish kerak. Okay, bola bizga birinchi o'rinda bitta pechka kerak. Pechkani bu yoqqa qo'ysak, ovqatlarni qovurib qo'yamiz. Mana bu torch ham o'chib qoldi. Buni qanaqa yoqamiz? Unda bizga ko'proq daraxt kerak bo'ldi bizga. Navaloch bu yerda binafsha daraxtdan boshqa hech qaysi yo'q ekan. Mana shu binafsha daraxtlarni olaveramiz. Quyosh botsa ozgina yaxshiroq bo'lar ekan. Okey, menimcha boshlanishiga yetsa kerak taxtalarimiz. Bizda 26 ta emas, 64 ta, 64 ta taxtamiz bor. Ana ular nima ekan, ha? Odam o'ldiravermaykanmi bo'lsa? O'lim kelyapti lekin asta-asta. Basharalar yo'q. Biz uyni qurishda, ya'ni strukturasini
Nima buni birdan kechib qoldi. Uxlayman. Lisko uxlasa ular ekan. Oldingidek asam tiymasa kerak endi. Yaxshi. Bola biza uyni strukturasidan boshlayveramiz. Xo'p, o'turlarni olib kelaymiz. Birinchi o'rinda biza oddiy baza qurmasligimiz kerak bolalar. Biza o'zimizga yarasha normalroq baza qurishimiz kerak, kattaroq. Ko'rdinglarmi? Ana ko'rdinglarmi? Bo'lmay qoldi. Nicho. Chalg'imasligimiz kerak bolalar. Bu yerdan, bitta bu yerdan va bitta stop. Mana bu kichkina qoldi bazamiz. Bitta xo'p, mayli bu yerdan. Ovqatimiz bo'ldimi? Mana. Mana bu yerni sanog'im bila olaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. 7 8 9. What the fuck? Shunaqa bilib qilyapman ishimni. Let's go. Bazani hozircha strukturasi tayyor. Endi qurib chiqish qoldi. Bu nega? Menimcha tayyor. Buning tagi hali biz sal tiparoq qilishimiz kerak o'z bazamizni. Tipadan kuzatishga yaxshiroq bo'lardi. Tiparoq qilsa 1 2 3 4 5 deb endi tepaga chiqmoqchi edim, keyin qanaqa tushaman? Shuning uchun birinchi o'ylash kerak. O'ylamasdan ish qilmaslik kerak. Mana qani mana. Bo'ldi. Bola biz hali shaxtaga ham tushishimiz kerak. Bizga temir kerak. Chilaga yasashim kerak. Men tepadan tushish uchun devorlarni qilib chiqamiz. Taxta bizga juda ko'p kerak bo'ldi. Bu juda kam bo'libdi taxtamiz hozir. Hali bularni sindirib ketmasa bo'ldi. Hozircha jimjitlik. Hech nima xavf solmayapti. Bu juda yaxshi. Biz o'zimiz bazamizni tezroq qurib olishimiz kerak. Let's go, bizga taxta qolmadi bo'ldi. Mana bular nima ekan? Go, bizga binafsha taxta kerak yana. Ko'proq oldimizdagi taxtalarni olib tashlaymiz kerak emas. Yaxshi ham ochiqroq joydan qurdim. Bu ideya bo'ldi sizlar. Agar horror o'ynasanglar, ochiqroq joydan quringlar. Kimdir kelsa sraz ko'rinadi. Deb mana uni ham aytsa bo'ladi. What the fuck? Ko'zi chiqib ketgan. What the fuck? Yo. Odam qo'rqib qoldi. 1 2 1 2 3 1 2 3 24 42 364 67 87. Basharasiga ot tepib ketganmi? Bizlar safimizga qo'shilmoqchi bo'lsang neger bo'lishing kerak, tushunarlimi? Men teparoq chiqaman. Bashariy Qanday? Prachka nerviniymi? O'zingni asabroq ekan lekin. O'zingni asabroq ekan. Buni bildik. O'ldirish kerak uni, o'ldirish kerak. Yo'qolib qoldi. Qay yo'qoldi? Uyimning orqasidami? Ko'rib ham bo'lmaydi endi. Basharang oyog'i. Necha bir tekshirmasak bo'lmaydi. Biz uyimizni qurishimiz kerak. Prachka yo'q hozircha. Yaxshi. Men uchun niyati boshqa edi. Umuman boshqa edi. Bo'lmasa bunaqa o'rnimga tipirchilarni chiqib kelmaydi. Biroq uyimizni bitkazishimiz kerak. Baza ya'ni uy emas. Uy bilan bazani farqi bor bolalar. Uy prosta chiroy uchun qurilayotgan kichkinagina house. Bu baza esa kattaroq, normalroq, hamma joyi uylanib ishlangan, qilingan, ya'ni qulay bo'lish kerak bolalar. Har tomonlama. Xo'p, mana shu taxta olsa yaxshi. Let's go. Mana buni olamiz endi. Hozircha hammasi yaxshi. Tezroq taxtalar olib, bazani qurishimiz kerak. Bolalar, bizlar faqatgina baza qurib cheklanib qolmaymiz. Bizlar rivojlanishimiz kerak, narsalar ekishimiz kerak, qo'y ferma, mol ferma qilishimiz kerak, shaxtalar tushishimiz kerak. Hali bizning qilayotgan ishimiz ko'p. Bu seriya hali davom etadi bolalar. Lekin hozircha hammasi yaxshi. Bitta bir achkalar ko'rinib qoladi, yo'qolib qoladi. Ovqatimiz tayyor, yana qovurib qo'yamiz. Go. Bitta eshik qilaymi? Eshik. Bu boshqacha eshik chiqargan-a bu.